To'la Javlon akam obyektiga kelganman. Mana mana shu obyektga qilib bergan tovarlarimiz videosini qo'yganimga 3 kun bo'lmadi. Ha, Javlon aka necha kun bo'ldi? 3 kun bo'lmadi. 2,5 kunni o'rtoqlar 9 ta radiator, 2 ta yoki 3 ta xona to'plab ollari bo'ldi. Sizlarga bir qator qilinayotgan ishni ko'rsatib beraman. Bardakka ahamiyat bermaysizlar, chunki rosa ish jarayonida kelganman o'rtoqlar. Bitta ish ketyapti. Qaranglar, holga, katta holga bitta radiator qilgan. Abizasini oynani tagiga qo'yilgan. Chap tomonimizda, holda chap tomonida kattalar yotoqxonasi bitta kichkinagina sanuzul bo'ladi. Bu yerga ham xuddi shunday akva paneli radiator 52-120 ligini qo'yilgan. Devorlarda o'rtoqlar buzmasligini so'ragan ekan ustalarimizdan. Shuning uchun tashqi montaj bo'lyapti. Iloji yo'q, klient aytganini qilib, xudo xolasa chiroyli qilib montajlarni qilib beryapmiz. Xo'p, bu yoqda kattagina mehmonxona ko'rishlar mumkin. Ikkita oyna tagiga panel radiatorlar qo'yilgan bu yoqqa ham. Bardakka ahamiyat bermaysizlar. Aytdimki, ish jarayoniga kelganman deb. Endi holdan bu tomonga o'tamiz. Akamiz o'zligi zo'r qilib sharoitlarni qilib qo'ygan ekan. Hop, holdan o'ng tomonga kirsanglar katta koridordan oshxonaga kirasizlar. To'pli pol hamda panel radiator qo'yilgan. To'pli polga bitta ahamiyat berasizlar o'rtoqlar. Hop, endi yuradigan bo'lsak, spalniga mana o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Spalniga ham xuddi shunday to'pli pol, panel radiatorlar qo'yilgan, lekin obyektiv gap bo'lishi mumkin emas. Akamiz sop qo'ygan ekan. Endi detskiga keladigan bo'lsak, detskiga ham xuddi shunday to'pli pol hamda panel radiatorlar qo'yilgan o'rtoqlar. Ish jarayonida bardakka ahamiyat bermaysizlar. To'g'rida koridorda oxirida sanuzul o'rtoqlar. Bu yerga ham xuddi shunday panel radiator, sushilkalar bilan cho'tka qilib il berilgan ariston joylar, rakinalar, unitaz joylari hammasi chiqarib ketilgan. Xolasa o'rtoqlar 9 ta radiator hamda 3 ta xona to'pli pollari bilan bo'ldi. Bitti bu obyektimiz. Endi xudo xolasa sashasi ustalarimiz kelib, cho'tka qilib sashalarini quyib berishganda, mana mana shunaqa qilib xonalar sashalarini quyib berishganda, o'rtoqlar nasoslari, rakvinalari, boylerlari keyin o'rnatadi. Bu yerga ikkita sanuzul tushyapti o'rtoqlar. 50 talik hamda 80 talik boylerlarni berganmiz. O'rtoqlar, sizlarga ham shunaqangi usti kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Javlon akamiz moshina qilib ishlarni bitkazib beradi. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qurilish qilayotgan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Bu videoni manfaatli bo'lishi mumkin.